O'qotarga nisbatan hech qachon sammi qilasan, sammi erishasan, ahvolingni qara deya ko'rmang. Chunki u bir maqsadni aniq nishonga oldimi, albatta erishadi. Chunki u tug'ma realist bo'lganligi sababli o'zini to'g'ri baholaydi va hech qachon erishib bo'lmaydigan xom-xayollarga berilmaydi. Quyosh O'qotar burjiga 23-noyabrdan boshlab kiradi. Uning boshqaruvchisi baxt va omad sayyorasi bo'lgan Yupiterdir. Unsuri esa olov, omadli toshi sapfir, ranglari esa siren va binafsha rangdir. Plus tomonlari esa O'qotarlar juda ham tirishqoq va mag'rur insonlardir. Ularning g'ururi hattoki tuyg'ularidan ham ustun turadi. Va yana ular erkinlikni yoqtiradilar. Ularga yetib olganingdan keyin qo'ng'iroq qil degan gapni g'amxo'rlik emas, nazorat deb qabul qiladilar. Sayyoralar Yupiter bo'lganliklari sababli ular tug'ma sayyohlardir va sayohatlarni yoqtirishadi va dunyoning istalgan joyida o'z yo'lini topib ketishadi. Bitta joyda turib qolsalar zerikishadi. Minus tomonlari esa O'qotarlar tanqidni qabul qilmaydilar. Ayniqsa O'qotar xonimlarni aslo tanqid qila ko'rmang, chunki ular hatto to'g'ri tanqidni ham yoqtirishmaydi va siz joyida yeb qolishingiz mumkin. Chunki ularning kamollari har doim oqlangan bo'ladi. Yana bir minus tomoni O'qotarlar perfeksionist bo'lganliklari sababli, ya'ni ideallikka intiluvchilar, tug'ma ko'ngli to'lmaslardir. Erkak-yu ayolning atrofida hamma narsasi bisyor bo'lsa ham, har doim ularga nimadir kamdek tuyulaveradi. Erkak O'qotarlar endi alohida mavzu. Ular ego qirollaridir. Chunki eng yumr hissiga boy, eng xarismatik va eng chiroyli yigitlar aynan O'qotar burji ostida dunyoga kelishadi. Ular o'zlari jozibali bo'lganliklari sababli butun umr idealini izlab o'tuvchi joziba ovchilari, ya'ni kentavrlardir. Agarda juftingiz O'qotar bo'lsa, butun umr go'zal ko'rinishga majbursiz. Chunki ular oshqozoni bilan emas, nigohlari bilan sevishadi. Ayniqsa Quyosh burji ham, Oy burji ham, ascendant ham O'qotar bo'lgan yigitlar butun umr mukammal ayolni qidirib o'tadilar va oxir oqibatda yolg'iz qolishlari ham mumkin. Va eng hayratlanarlisi shundaki, bu holatda ular o'zlarini hech qachon aybdor his qilmaydilar. Ularning fikriga ko'ra, aybdor doim ikkinchi tomon bo'ladi. Har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman va ushbu videoni eng mag'rur, eng jozibali nishondorlarga, ya'ni O'qotarlarga jo'natib qo'yamiz.